Assalomu alaykum aziz do'stlar. Vodiy ekonom pechkalarini Qashqadaryo Mirishkor Jino qishlog'ida ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. O'tgan dekabrdan buyon yasab beryapmiz. Pechkalarimiz 8 kilo ko'mirni 12 soat davomida yoqadi. Kamera izgareniyasining qalinligi 3 mm listdan bo'ladi. Tepa va pastki qismi 2 mm listdan bo'ladi. Beshiklarning kattaligi 20 cm ga 24 cm bo'ladi. 50 cm uzunlikdagi o'tinlar bemalol joylashadi. Pastki kamerasidan ko'mir, mayda o'tinlarni solish uchun mo'ljallangan, tepa kamerasidan uzunroq, kattaroq o'tinlarni solish uchun mo'ljallangan. Pastki qismida zaslonka, havoni, olovni baland pastligini boshqarish kamerasi bo'ladi. Ichida kuldon bo'ladi do'stlar. Uyda xonadonda changimaydi. To'lganda olib chiqib shuni to'kib, qaytib olib kelib qo'yib qo'yilaveradi. Xo'p, o'tgan yilgi pechkalarimizdan, ya'ni vodiy ishlab chiqarayotgan pechkalardan biznikini afzallik tomoni bor, o'zgartirishlar kiritganmiz. Xo'p, Turkiya pechkalarini usulini o'zimizda qo'llaganmiz ekonom pechkada. Mana bu qism vtorichniy ogniyani ikkilamchi yonishni ta'minlab beradigan toza havo quvuri hisoblanadi. Mana bu yoqda havo, toza havo kirib, yonish kamerasining issiqligini hisobiga yonib, issiq havo tayyor yonishga keladi-yu, mana yerda pechkani karnayida bosiladigan haligi yig'ilib qoladigan qurumni mana shu yerda yoqib beradi. Bu yana ham ekonomligini ta'minlaydi pechkani. Endi oshiqcha issiqlik karnaydan tashqari havoga, muhitga chiqib ketmaydi, pechkaning ichida qoladi. Do'stlar, pechkalarimizning narxi 1,250 ming so'm. Kuymaydigan 1200 gradusga chidaydigan kraska bilan kraskalangan bo'ladi do'stlar. Telefon nomeri qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.